Assalomu alaykum do'stlar aqllar. Mana bugun soatdagi 22dagi ishimizni tugatdik. Termopanel so'qil ishlarimizni tugatdik. Mana shunday holatga keldi. Mana shunday holatdan mana shunday holatgacha hamma ishini o'zlarimiz qildik. Mana bu uglovoy joy bo'lgani uchun yon tarafi bog' tarafini ham ko'ramiz endi. Mana bog' tarafi mana shunday holatdan mana shunday holatga keldi. Mana bu yerda bilsangiz agar hech narsa yo'q edi. Bu yerni penoblok bilan yopib, ustidan termopanel qildik. Bu yerga lesnitsamizni qurdik. Bu oynalarga eshiklarni keyinchalik uyning egalari qo'yamiz dedi. Mana shunday holatda qoldirdik. Hamma yerni termopanel qilib, chiroyli etib taxlab berdik. Kimga shunaqa termopanel ishlarimiz, so'qil ishlarimiz kerak bo'lsa, xizmatlar bo'lsa, mana shu pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi ishlarimizni ko'rib boraverasizlar.